Muhtaram hamyurtlar, Toshkentdan Rossiyani Moskva, Nijniy Novgorod, Qozon, Novosibirsk, Krasnodar, Ufa, Perm va Sankt-Peterburg shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Chiptalar, yo'lda yo'lovchiga kerak bo'ladigan hujjatlar, shuningdek reyslar bo'yicha barcha savollarga ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda javob olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, avtobuslar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Komsomol haqiqat agentligiga bergan intervyusida Yekaterinburg viloyati gubernatori Denis Paslerni ma'lum qilishicha, Ukraina tashkil qilgan dronlar hujumi natijasida Yekaterinburg shahridagi ko'p qavatli turar joy binolariga shikast yetgan va 50 nafar kishi evakuatsiya qilingan. Hodisa joyida qutqaruv xizmatlari mutaxassislari ish olib bormoqda. Ma'lumotlar aniqlashtirilmoqda. Shuningdek, viloyat hududida gilam rejimi e'lon qilingan va hududda havo hujumidan mudofaa tizimlari ishga tushirilgan. Unutganlar uchun eslatma, 22 aprel kuni Ukraina dronlarini Samara viloyatiga hujumi natijasida Sizrani shahridagi ko'p qavatli uy podyezdini bir qismi qulab tushishi oqibatida bir ayol va bir nafar bola halok bo'lgan edi. Ukrainaning Strana agentligining axborotiga ko'ra, 25 aprel yotar kechasi Rossiya Ukrainaning ushbu hujumiga javob qaytargan. Strana agentligining Ukraina raqamli transformatsiya vazirligining onlayn xaritasiga tayanib ma'lumot berishicha, xavf haqida ogohlantiruvchi sirenalar dastlab Kiyev viloyati, Chernigov viloyati, Sumi viloyati, Xarkov viloyati, Odessa va Nikolayev viloyatida yangragan va Rossiyaning bu safargi hujumlari Kiyev bilan Dnipropetrovsk viloyatiga 8 soat davom etgan. Stranani urg'u berishicha, bosh shtab va mudofaa vazirligi hozircha qurbonlar, shuningdek talofat bo'yicha aniq ma'lumot e'lon qilmadi. RIA agentligining Rossiya mudofaa vazirligi hisobotiga asoslanib ma'lum qilishicha, Ukrainaning bir haftalik yo'qotishlari 8225 nafar askarni tashkil qildi. RIAning qo'shimcha qilishicha, 24 aprel kuni Rossiya va Ukraina navbatdagi asir almashish jarayonini yakunladi. Unda tomonlar bir-biriga 193 nafar harbiyni qaytargan. Endi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning yangi bayonotiga to'xtalamiz. Lavrovning o'z bayonotida bildirishicha, Rossiyaga nisbatan G'arb tomonidan ochiq urush e'lon qilingan va bu jarayonda Kiyev rejimi vosita sifatida ishlatilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziriga ko'ra, G'arb 10 yillar davomida Rossiyaning an'anaviy manfaatlari bo'lgan hududlarda, shu jumladan Yevrosiyo qit'asida o'z ta'sirini kengaytirib kelmoqda. Ukraina esa ehtimoliy urush oldidan G'arbga vaqt yutishga yordam bermoqda. Lavrovning ta'kidlashicha, Rossiyani doimo ikki ittifoqchisi bo'lgan armiya va flot. Hozir esa ularga Rossiya havo kosmik kuchlari hamda uchuvchisiz qurolli kuchlar ham qo'shilgan va ular soni endilikda faqat ortib boradi. Eslatib o'tamiz, Sergey Lavrov Yevropani, xususan Britaniya va Germaniyani Rossiyaga qarshi agressiv tarzda qurollanayotgani sabab yuqoridagi kabi ogohlantiruvchi bayonot bergan. Endi Suriyada qo'lga olingan Bashar Asadning qo'mondoni haqida qisqacha so'z yuritamiz. Guardian agentligining axborotiga ko'ra, Suriyada sobiq rejimning eng qidiruvda bo'lgan qo'mondonlaridan biri Amjad Yusuf qo'lga olindi. Amaldagi hokimiyat ma'lumotiga ko'ra, u Hama shahri atrofida hibsga olingan. Amjad Yusuf 2013-yilda Damashqda tinch aholiga qarshi ommaviy qirg'inlarga aloqadorlikda ayblanmoqda. Bu ayblov 2022-yilda Guardian agentligi tomonidan olib borilgan surishtiruvdan so'ng keng jamoatchilikka ma'lum bo'lgan edi. 2024-yilda hokimiyat almashganidan keyin Amjad Yusuf harbiy jinoyatlar bo'yicha ishlardagi asosiy gumondorlardan biriga aylanib, unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan edi. Endi Yevropa ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi munosabatlarni jar yoqasiga kelgani bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. Britaniyaning Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra, Kiprda bo'lib o'tgan Yevropa ittifoqi yetakchilarining uchrashuvida Yevropa Kengashi rahbari Antonio Costa minbarga ko'tarilib, ittifoq a'zolarini agar ular Amerika Qo'shma Shtatlarining amaldagi ma'muriyati Donald Trampning siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlasa, inqirozga uchrashi mumkinligidan ogohlantirgan.
Shuningdek, Antonio Costa Trampga muhim qarorlarni qabul qilish mas'uliyatini topshirishdan ehtiyot bo'lishga chaqirib, bundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari manfaatlari Trampni o'rniga boshqa prezident kelmaguncha Yevropa ittifoqi manfaatlari bilan mos kelmasligini bildirgan. Eslatib o'tamiz, Yevropa 20-paket sanksiyalaridan keyin o'zini o'zi o'ta og'ir ahvolga solib qo'ydi. Negaki 26-apreldan boshlab Yevropa ittifoqi 20-paket sanksiyalar doirasida Rossiyani suyultirilgan tabiiy gazini xarid qilishni taqiqlamoqda. Rossiya gazi esa Yevropa ittifoqi iste'molini taxminan 12% tashkil qiladi. Voqealar va juni birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.